bugun Jondor tumanidagi ovqatlanish joylariga kutilmaganda tashrif buyurishni boshladik. Birinchi tashrifimiz Bilbo Pizzadan boshlandi. Jondor tuman markazida joylashgan Bilbo Pizzada lavash, hot-dog, pizza kabi fast-food taomlari alohida mehr va e'tibor bilan tayyorlanadi. Har bir mahsulot sifat nazoratidan o'tkazilib, mijozga yoqishi uchun ishlanadi. Bu yerga oilaviy kelsangiz yoki do'stlar davrasida o'tirmoqchi bo'lsangiz, ko'nglingiz yorishadigan, taomlari sizga xush yoqadigan manzildir. Bilbo Pizzada yetkazib berish xizmati bo'lib, Jondor tuman markazida bepuldir. Bilbo Pizzada mehmon bo'lsangiz, sizga ko'rsatilgan xizmat uchun xizmat haqqi olinmaydi. Bizni nomimizdan tashrif buyursangiz, sizga 5% lik chegirma qilib berishadi. Biz bu yerga kelib ishlash jarayonlarini ko'rishimiz mumkinligi haqida ruxsat so'raganimizda, ular bizga bemalol deya ruxsat berishdi. Bu ularning faqatgina sifat uchun ishlashlaridan dalolat beradi. Bu joy siz izlagan va sizga manzur bo'ladigan maskandir. Ozoda va tartib alohida e'tibor berilgan ushbu joyda tashrifingizdan afsuslanmaysiz. Manzilga kelsak, markaziy kasalxonaga bormasdan, Magnit Marketdan o'tgandan so'ng ikkinchi etajda joylashgan Bilbo Pizza. Agarda siz halol sertifikatiga ega joyda ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, albatta Bilbo Pizzaga tashrif buyuring va Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'ling.